katta bog'larim bor. Shu bog'larimga kichkina qora paraxlarda dori sechaman deb zapravka qilib charchab ketdim. Zapravka qiladigan joyim uzoqda. Shu sababli menga charger sistema o'rnatilgan aravalarni va buni bemalol yettotishlik arzonroq motobloklardan akalarimiz uchun agroservis do'konlarida charger sistemalarimiz tayyor bo'ldi akalar. Hozirda bularni sizlarga qisqacha ma'lumotini berib o'tamiz. Bir vaqtda hammasini tanishtirib, narx-navolar bilan aytib o'tib ketamiz. Bundan bizga vaqt bo'lsa bizga obuna bo'lib, biz do'kondan 7 17-gacha bo'lgan istalgan turdagi motoblok tarafi olganlar uchun drellarni, shurpayo naborlar, xuddi shunday motopilalarimizgacha tekinga berib yubormoqdamiz. Tekinga olish sharti juda ham oddiy. Bizga videoga vaqt bo'lsa kommentariyaga omad yozasizlar, obuna bo'lib, kelib, tanlab, istagan turdagi motobloklarni optim narxlarda xarid qilib olasizlar va do'konimizning ichki tomonida barabarimiz joylashgan. Kirib, aylantirasizlar. Nimaga tushirgansiz tekinga berib yuboradilar. Barabarni video davomida yana aytib o'tamiz. Birinchi bo'lib, motoblogimizga keladigan bo'lsak, motoblogimiz original Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Reduktorlari o'sha aytib o'tilayotgan videolarda katta reduktorlardan qo'yilgan. Yog'liq turi bizam boklari 3 litrli qilib ishlangan. Yurg'izish joylari zavodni orqali garantiya topgan zavodni oladi. Vozdukning filtrlari mastinli qilib joylashgan. Mastinli bo'lishining sababi bunga yoqib testda motorga kirayotgan havodagi changlarni mana shu yoqqa o'tirg'izib ushlab qoladi. Agar ushlab qolmaydigan bo'lsa, motorga kiradi, motor qisadi, shu bilan 700-800 mil o'tirishiga to'g'ri keladi. Motoblogimizni motorlariga moydachigacha qo'yganmiz. Moydachilarni qo'yishimiz sababi motorlarda moy suyulib ketishidan oldini oladi. Motorlari 170F motor bilan jihozlangan bo'ladi. 170F motorlar eng yaxshi motorlar hisoblanadi. Motoblogimizni o'zini komplektida kulish-pulishlari, dokumentlariga ham beriladi. Ko'rib turganlar kulish-pulishlar o'ziga solib qo'yilgan, kelganlarda ya'ni ko'rsatiladi. Kulish-pulishlari, dokumentlari to'pdan 8 qator bo'lgan, har bir qatori bo'linadigan original qalin frezalari beriladi. Arqa tomonda o'zining stoykalarigacha bo'ladi. Motoblogimizga keladigan bo'lsa, motoblogimizda dishlari aylanadigan dishlardan qo'yilgan. Aytib o'tgandek, aravamizning dishlari aylanadigan dishlar qo'yilgan. Oyoq qo'yadigan va o'tiradigan joylari taxta bo'ladi. Ko'rib turganingizda. Xo'p, aravamizning pastki tomonlari profildan karkas qilib to'qilgan bo'ladi. Teva tomonlariga xuddi shunday bemalol bir kishi bemalol o'tirsa qiynalmaydigan qilib chekkalarni o'xshatib chiqilgan bo'ladi. Qanotlari ham yaxshi qanotlardan sifatli qilib qo'yib qo'yilgan. Balonlari mashina balondan qo'yilgan. Bemalol yuklarni, og'ir yuklarni bemalol tortib oladi. Listlari kontrel listdan foydalanilgan bo'ladi akalar. Aravamizning listlari kontrel listdan foydalanilgan. Xo'p, bochkamiz 350 litrli yomkis bo'ladi. Teva tomonlarida o'zini obratga shlanglarni solib qo'yganmiz. Karcher sistemamizni ko'rib turganingizda karcher sistemamiz katta texnikani ko'rib turganlar texnik original degan sababi original karcherlardan qo'yganmiz. Buni ham yoqib turib bizam boklari 3 litrli yurg'izish joylari zavodni orqali o'chirib yoqish knopkalari mana shu yon tomonda bitta knopka bo'ladi. Buni o'zlari mas'ullik bo'lmaydi. Yurg'izish joylari zavodni orqali bo'ladi. Karcherlar ham katta 90 talik karcherdan qo'yilgan, kompressorlari ham yaxshi kompressordan tortib qo'yilgan. Xo'p, 2 kishi sepsa bo'ladimi? Necha kishi sepadiganlar uchun 3 kishi bemalol sepa oladi. 3 kishi sepsa bo'ladi. 3 ta tomonga. Obratkalari bor o'zini, shu obratga ham sizga anchagina dorilarni tejab beradi. Yonkisni 350 litrli deganimizdan so'ng, 350 litr suv tushgandan keyin aravamizni motoblogimiz qiynalmasligi uchun 7 otishli motoblok qo'yganmiz. 7 otishli motoblogimiz original bo'lgani uchun 1,5-2 tonnagacha bo'lgan yuklarni bemalol tortib oladi. Xo'p, karcherimizni o'zini 30 metrli xuddi shunday shlanglargacha qo'shib beriladi. Xuddi shunday 30 metrli shlangi bitta nasatkasiga o'zining ichidan chiqadi akalar. Buni xarid qilib olganinglarda ichiga qo'shib beramiz va sizlarga karcherni ishlatib, tekshirib, suvlarni sechib beramiz. Hozirda sizlarga buni birinchi meni yo'llarda qanday tortishni, mana shu yerda o'zida kichkina qadam bor. Mana shu yerda qanaqa tortishni olishini ko'rsatib o'tamiz akalar. Xo'p, ko'rib turganingizda motoblogimiz Texa firmaning motoblogi bo'lgani sababli ishga gaz qo'shib olamiz. Birinchi bo'lib bitta tortamiz. Patsosni baqot qo'yib turib. Ketadi akalar.
bitta o'tyapti. Olasizlar yana bir marta ko'rsizlar. Yurtlari ham qiyin bo'lmaydi. Bitta qo'lda bura oladi. Yurishlarni ham tushuntirib ketamiz. Yurishdan oldin katalogda qatnoqqa yetarib ko'rish kerak. Sportda bo'ladigan bo'lsa ballonlar aylanmaydi, bitta joyda turaveradi. Shu paytda xalosni qilib, mana yerda kulchatiri bor. Kulchatirda yoqib turib, kichkina tomoni bosiladi. Yoqib turib, oldi yutiladi. Bir marta tortiladi. Keyin patsos bilan. Hozirda yog'lari qizib, joy-joyga kelmagan. Yarimta tortishga yurib ketyapti. Boshqa payt misol uchun ertalab qo'yganlar joy kelmagan, qizimagan bo'lsa, o'sha paytda afsusni bu tomonga o'tkazib turib, bir marta tortiladi. Shu holatda ikki marta tortilmaydi akalar. Yurmay qoladi, ikki marta tortiladigan bo'lsa. Xo'p, aytayotgandek, kartalar, yaxshi kartalardan qo'yilgan akalar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranni pastda nomerlar oldindan bemalol murojaat qilib, xarid qilib olishingiz mumkin. Endi videoda boshida aytib o'tgandek, sizlarga bonuslarni tanishtirib ketamiz. Ikki tomonda baravarlarimiz joylashgan. Bu baravarlarimizni ham bitta ko'rsatamiz. Do'konimiz ichki tomonda xuddi shunday dvijaylar, kasser sistema, pumpa motorlar, bu katta dvijaylarimizgacha bor. Mana bu baravarni bitalantirasiz. Mana shu qo'rqoqda nimaga to'xtaydigan bo'lsa, shunda tekinga beraverlar. Albatta, kulishlar bor, shulqonlar bor, drill, balgarka, tashilgalar, hammasidan bor kelar. Bu bonuslarga bir so'm pul olinmaydi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekran pastda nomerlar bor, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.